Ko'rib turganingizdek, ko'chada havo 10 gradusdan past. Qishda davolanish uchun joy qidiryapsizmi? Orqamda turgan Ashrafiyni qishki sharoitlarni birma-bir sizga ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ring. Ko'cha sovuq ekan, Abdurahmon, ichkariga kiraylik. Ko'chadan kirganimizga 5-10 daqiqa bo'ldi. Mana gradusligimiz 20 gradusdan oshmoqda. Sizni kelishingiz bilan resepsiyonda xodimlarimiz kutib olishadi va sizni shikoyatingizga qarab shifokorlarimiz laboratoriya tekshiruvlari va kunlik davolanish rejalarini tuzib berishadi. Endi men sizga Ashrafidagi barcha sharoitlar bilan tanishtiraman. Birinchi xonalardan boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, koridorlarimiz keng, xonalarimiz katta-katta. Bu sizga qulay va tinch davolanish imkoniyatini beradi. Endi sizga xonalarning sharoitini ko'rsataman. Nima sababdan biz aynan xonadan boshladik? Har qanday terapiya yaxshi ta'sir qilishi uchun sizga shinam, keng, tinch xona bo'lishi kerak. Aynan biz xonalarni keng qilganmiz. Har bir xona o'z sanuziga ega. Bino zamonaviy isitish tizimi orqali isitiladi. Bu bizga issiqlikni boshqarish imkoniyatini beradi. Tashqarida 10 gradusli sovuq, lekin xona yaxshi haroratga ega. Sovqatmayapman, bitta futbolkada turibman. Bizda 2, 3, 4 kishili xonalarimiz bor. Bu 3 kishili xona. Agar siz ota-onangiz yoki turmush o'rtog'ingiz bilan kelsangiz, xonani hajmi o'zgarmaydi, divan bitta kamayadi. Biz sizga 2 kishili xona qilib beramiz. 3 mahal ovqat xonangizgacha yetkazib beriladi. Haftalik menyu tuzilgan, ovqatlari shirin va mazali. O'rta Osiyoda yagona hisoblangan Chortoq shifobaxsh suvi bu Ashrafiyda bor. Biz hozir vanna bo'limidamiz. Bu suv yoda brolli tarkibida 36 xil elementga ega. Bu suvimiz asosan artrit, poliartrit, disk rejalari, asab tizimi kasalliklari, suyak bo'g'im og'riqlariga zo'r effekt beradi. Bu qism fizioterapiya qismi. Siz bu yerda sanatoriya qilib yotmoqchi bo'lsangiz, fiziolecheniyalar, massaj, parafin, nugabes, limfodrenaj muolajalarini olishingiz mumkin. Ayollarga ayol kishi, erkaklarga erkak kishi xizmat ko'rsatadi. Azonoterapiya, igloterapiya, fizioterapiyalarimizni har birini gapirsak bizga vaqt yetmaydi. Sizga shifokorlarimiz o'zlari qaysi muolaja kerakligini yozib berishadi. Eng asosiysi bizda lecheniyalar har kuni bo'ladi. Narxlarni bilish uchun quyidagi nomerlarga telefon qiling. Eslatib o'tamiz, bizning manzil Namangan viloyati Chortoq tumanida joylashgan va YouTube kanalimizga obuna bo'ling.